Hammayam qimmat vitamin tabletkalar sotib ola olmaydi, lekin qimmat vitamin tabletkalarga o'xshagan arzonroq mahsulotlar iste'mol qilib, organizmga kerakli vitamin, minerallarni to'ldirib olsa bo'ladi. Ular kichik bo'lishiga qaramasdan tabiiy vitaminlar manbai hisoblanadi. Bu mahsulot urug'lar hisoblanadi. Ko'pchilik ularni biladi, lekin foydalarini-chi? Urug'lar o'simliklarning kichik, ammo ozuqa moddalariga boy manba bo'lib, ular mis, oqsil, kalsiy, fosfor, magniy, omega 3, kletchatka, vitamin va minerallarga boy. Qanday urug'lar vitamin va minerallarga boy deysizmi? Kunga boqar urug'i, ya'ni pista. U E vitamini, magniy, selen va sink kabi vitamin minerallarga boy. Ular antioksidant xususiyatlarga ega, yurak salomatligini yaxshilab beradi. Qovoq urug'i, magniy, sink, temir kabi minerallarga boy urug' hisoblanadi. Ular prostata salomatligini yaxshilaydi, metabolizm jarayonini tezlashtirib beradi, ich qotishini oldini oladi, parazitlarga qarshi zo'r davo, ichaklarni tozalab beradi va uyquni yaxshilashga yordam beradi. Zig'ir urug'i omega 3 yog' kislotalariga, tolaga boy. Ular yurak salomatligini yaxshilashga, xolesterin miqdorini kamaytirishga va qondagi shakar miqdorini pasaytirishga yordam beradi. Chia urug'i tolalarga, omega 3 yog'ga va antioksidantlarga boy. Ular qondagi shakar miqdorini tartibga solib beradi, vazn yo'qotishga yordam beradi, suyak salomatligini yaxshilaydi. Kunjut urug'i kalsiy, temir va magniy kabi minerallarga boy. Ular suyak salomatligini yaxshilashga, qon bosimini pasaytirishga va xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, urug'lar bizning salomatligimiz uchun juda ham foydali va zarur hisoblanadi. Lekin sizning organizmingizda vitaminlar tanqisligi bo'layotgan bo'lsa, albatta shifokor bilan maslahatlashing.